Trenirovkadan oldin doim biz mana shunaqa predtrening ichamiz. Ochilish uchun. Mana buyuk ishlar uchun vaqt kerak. Mana bunaqa jasadga ega bo'lish uchun ham 20 yil vaqt kerak. Bismillah. Lukka. Hozir уже trenirovkani ham kuniga qilishni boshladim. Formani восстановление qilish uchun. Hozir kuzga xudo xohlasa tayyorlanishni boshlaymiz. Tanto musobaqaga. Let's go. Еще два. Давай. Еще раз. Вот так. Chempion bo'lsam ham, bittamiz bo'lsam bunaqa kibrni yo'q qilishga harakat qilaman.